Mana bu o'rtoqlar itni kadri. Bu esa kadrni iti. Talaga Shoyxo'jadan juda ham zo'r bo'lgan uchastka topib qo'yganman. Ko'rishlar mumkin. Bemalol eniga foydalansalaring bo'ladi. 6 sotixdan ko'p joy deyishmoqda egalari. Fundamentlar tashlangan. Narxi arzoncha narxda. Gaz, suv, svetdan bu mahallada muammo yo'q. Fundamentlarni hozir balandligini ko'rsataman. Fundamentlar juda ham baland bo'lgan, hujjatlar joy-joyida mana ko'rishlar mumkin. Fundamentlar chiroyli qilib tashlangan. Fundamentlarning balandligini mana bu yerdan ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ko'rishlar mumkin. Stadion qilib qo'yibdi. Bolalar o'ynaydigan. Bu tarafda временный xonalari bor ekan. Fundamentni balandligi. Mana shu xonadonni sotuvda kimni qiziqtirsa, bemalol kelib ko'rib, yer izlab yurgan tanishlarga jo'natib qo'ysangiz bo'ladi. Eniga uzun bo'lgan yerimiz ekan. 2 kishi kelib, bo'lib olib yashasangiz bo'ladigan joyda. Narxi keladigan narxini 249 millionga gaplashib qo'ydik. Yana savdosi bor, kelib savdo qilib bosyersangiz bo'ladi.